Akalar sizlarga yangilik qilamiz deganmiz, to'g'risi yangiligimiz. Mana shu eshiklar qilyapmiz. Mana ro'parada. Eshiklar qilyapmiz. Bu tomonga setkalar qilib kichkina fermamizni katta ferma qilamiz. Bu yoqqa setkalar tortib oldik. Bu avval molxona bo'lgan, bekatlamaslik uchun tovuq ferma qilib olmoqchimiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir bizda 12 ta jo'jalarimiz bor. Yana 50 ta zakaz qilib qo'yganmiz. Kelganda oxirida bitta video qilamiz. Video cho'zib ketmaslik uchun like bosib kuzatamiz. Pandalar nozik jonzotlik uchun buni dezinfeksiya qilamiz. Akalar mana eshiklarni qildik. Bu yoqqa setkalar tortilgan edi. Bu tomonga mana setkalarni tortib yubordik. Yerlar bo'lkalar qilib cho'kib qilib tashladik. Mana ko'rishingiz mumkin. Mehnatimizni qadrlab bitta like bosib eshiklardan chiqmasin.